Agar siz tish qo'ydirish niyatida yurgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik tish qo'ydirish muammosiga duch kelganida qaysi materialdan yasalgan tishni tanlashga bosh qotib qoladi. Chunki tishlar inson salomatligi va go'zalligining teng yarmidir. Tishning mustahkamligidan tashqari ko'rinishi ham juda muhim. Bu masalada so'nggi 30 yilda stomatologiya sohasida dunyo bo'yicha eng ishonchli va chiroyli tish qoplamasi sirkoniy dioksidi hisoblanadi. Sirkoniydan dunyodagi eng mustahkam tishni yasash mumkin. Bunday tishlar metaldek qattiq, kuchli bosim va harorat o'zgarishlariga chidamli. Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan keramik tishlar titan metal tishlardan 4 barobar mustahkam va ulardan ancha yengil. Metal keramika tishlar korroziyaga uchraganda milklar qorayib, og'iz bo'shlig'idan noxush hid kela boshlaydi va tishlar chirishga uchraydi. Sirkoniyda bunday muammo umuman yo'q. U korroziyaga uchramaydi, shakli va rangini o'zgartirmaydi, dastlabki holatini saqlab turadi. Sirkoniy tishlar rang xususiyatiga ko'ra inson tishlariga eng yaqin rangni beradi va yorqin oq rangda jilo sochadi. Sirkoniy gipoallergen material bo'lgani uchun og'iz bo'shlig'i va milklarda hech qanday aks ta'sir keltirib chiqarmaydi. Issiq-sovuq haroratning o'zgarishlariga mutlaqo ta'sirchan emas. Sirkoniy tishlar kompyuterda yasaladi va haqiqiy tishning barcha anatomik xususiyatlarini yuqori aniqlikda yetkazib beradi. Ta'kidlash kerak bo'lgan yana bir jihat, bugunga kelib stomatologiya sohasi juda rivojlangan. Anesteziya usuli keng qo'llaniladi va barcha cho'chiydigan jarayon, tish qo'yish jarayonlari hozir mutlaqo og'riqsiz kechadi. Sirkoniy tishlarning xizmat qilish muddati ham uzoq. To'g'ri parvarish qilinganda 20 yil va undan ortiq muddatda ko'rinishi va mustahkamligi mutlaqo o'zgarmaydi. Bu tishlarning yana bir muhim xususiyati estetik jihatdan insonga tabiiy go'zallik va yoqimli tabassumni hadya etadi. Saf Dental stomatologik klinikasi siz aziz yurtdoshlarimiz uchun bahorga maxsus aksiyalarini taqdim qiladi. Biz sizga yuqorida shuncha afzalliklarini sanab o'tganimiz sirkoniy tishlarni tavsiya qilamiz va ularga juda katta chegirma e'lon qildik. Bugun butun O'zbekiston bo'ylab bir dona sirkoniy qoplamali tish narxi 1.300.000 so'm va undan yuqoridir. Bizda esa bu summa atigi 600.000 so'm. Lekin tishlar soni cheklangan. Bor yo'g'i 600 dona. Shuning uchun shoshiling. Dunyodagi eng mustahkam va chiroyli tishlarni eng arzon narxda qo'ydirishga ulguring. Bizning klinikalarimiz butun vodiy, Farg'ona, Andijon va Namangan bo'ylab joylashgan. Telefon raqamlarimiz 88 990 90 88 94 506 90 88. Saf Dental Clinic. Sizning yorqin tabassumingiz bizning yutug'imizdir.